Ikki do'st ishxonada obedga chiqishga erinib, 2,5 milliard dollarlik kompaniyaga asos solib qo'ydi. Oskar Peri ismli odam Barselonada muhandis sifatida ishlardi. Ish shu darajada ko'p ediki, hattoki tushlikka chiqishga vaqt yo'q edi va o'tirib o'yladi. Nima qilsam, men shu muammoni hal qilaman va meni o'rnimga kimdir menga obedni olib kelib beradi dedi. Va do'sti Sacha Michaut bilan nima kerak bo'lsa 1 soatda yetkazib beramiz degan g'oyani ilgari surishdi hamda Glovo'ni ishga tushirishdi. Dastlab Barselonada bir nechta restoran va dorixonalar bilan hamkorlikni boshlagan bu yigitlar juda tez orada rivojlanishdi hamda ovqat, dorilar, qanaqadir sovg'alar, hadyalar va hattoki kalitlarni ham A nuqtadan B nuqtaga olib borishni yo'lga qo'yishdi. Glovo qisqa muddatda Yevropada ham mashhurlikka erishdi. Bugungi kunga kelib 25 dan ortiq davlatda u o'z faoliyatini olib boryapti va 2022-yilda Delivery Hero kompaniyasi bu startapni 2,3 milliard dollarga sotib oldi. Shunaqa, agar siz Yoshlar Ventures kuzatishda davom etsangiz, bu ma'lumotlardan hali ko'pini biz sizga beramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar sizda startap bo'lsa, yoshlarventures.saytga kiring, uni bizga ariza orqali yuboring. Yoshlar Ventures, siz yarating, biz qanot beramiz.